Ko'chada gaplashib o'tirsiz, biznes bilan qilgisi kelib qoladi-yu, bittasini bilasizmi? Deb pista chaqib o'tirib. Bolalar rivojlanmasa bo'lmaydi, bolalar biznes qilmasa bo'lmaydi, ko'tarilishimiz kerak, qolib ketyapmiz. Xo'p, nima biror narsa bormi noto'g'ri burchaklarning ichida desiz? Ha, plan bor, o'ta kattig'i bor. Kalla kalkulyator. Qarab turish, bank ochamiz deydi. Qanaqa bank, nima bo'ladi u? 75% dan kredit beramiz deydi. Voy, uncha pulni qayerdan olamiz? Biz pulimiz yo'q, siz 50% lik banklardan olib uni yopamiz-da deydi. O'tayda, sen Ahmadboyga o'xshab qolyapsiz. Yo'q, bizning nomimiz bank bo'ladi, hech kim aralashtirma qo'ying demay deb tursiz. Unda basseyn ochaylikmi deydi. Nima bo'ladi uni plyusi siz? Karuvchi reklama qildiramiz, kirish tekin bo'ladi deydi. U zo'ru hamma keladi, lekin qayerdan foyda qilamiz siz? Chiqish pulli bo'ladi-da deb beradi. Kallani qaranglar, haqiqatda qattiq ishlaydi deb tursiz. Kvartira qilib turib deydi, bezaks berishyapti deydi. Ashna qilsak ham bo'ladi biz ham deydi. Instagramda reklamalar ketyapti. Soat 200 ming so'mdan. Va 200 mingdan qoplamay qolasiz. Soat 200 ming videoda turish $1000 qilib qo'yamizda, indamay